Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Hammaga xush kayfiyat ulashuvchi va bugun esa o'zining tavallud ayyomi bo'lgan Umidaxon opa avvalambor tabriklaymiz. Rahmat. Toshkent viloyati Ohangaron shahrida istiqomat qiluvchi samimiy, go'zal, xushchaqchaq va judayam mehribon bo'lgan insonimni tabriklayman deya siz uchun eng yaqin, eng mehribon insonlaringiz tomonidan ajoyib tabriknoma xatlari yetib kelgan. Ular uchun vaqtingiz bormi? Ha? Keling taxmin qilib ko'rsangiz, qo'limdagi ushbu maktubnomani kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Singillarim bo'lsa kerak. Albatta, mehribon singillaringiz, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz tomonidan to'g'ri topdingiz va ularning dilizxorlarini keling o'qib eshittirsam, so'ngida esa samimiy suhbatimizni davom ettirsak, maylimi? Mayli. Avvalambor, assalomu alaykum. Meni jondan aziz, mehribon, samimiy va ochiq ko'ngil, go'zal opajonim. Sizni shukronali kuningiz bilan avvalambor chin qalbimdan, oilamiz nomidan, o'zim nomimdan tabriklayman. Bilasizmi, bugun hamma go'zal dilizxorlar bilan birgalikda sizga cheksiz tashakkurimni, rahmatimni ham izhor qilmoqchiman. Opa, bu hayotda doimo tirgak bo'la oladigan, har qanday vaziyatda seni tinglay oladigan va doimo sen tomonda bo'ladigan mehribon insondir. Opa, bu onang hayot bo'lsa, yonida onangdek kuyunadigan, onang biror joyga ketganida esa onangning o'rnini bildirmaslikka urinadigan yagona inson bu opa bo'lar ekan. U senga bir vaqtda do'st, ham ustoz, ham himoyachi, senga har qanday vaziyatda to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi inson bo'lar ekan. Opa haqiqatdan ham bolaligingni xotiralariga eng ko'p saqlab qolgan inson. Seni eng go'zal onlaring, eng go'zal bolalik onlaringni doimo yodida saqlovchi inson ham mehribon opa bo'lar ekan. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, tanu joningiz sog' omon bo'lsin. Doimo duolaringizda ekanligimdan, sizdek mehribon opam borligidan judayam baxtiyorman. Ilohim ikki dunyo saodati, ikki dunyo baxti va jannati ila siylasin. Daryolar toshsa gar o'zanni buzar. Bu hayot shunaqa, asli kim o'zar? Jigarim deb men uchun jonini uzar, ifori jambilim, rayhonim opam. Ko'ngil deb ataysiz, ko'ngil makonim. Erkalab suyasiz, hatto armonim. Onamdek kuyasiz, og'risa jonim, dardimga malhamim, o'zimning opam. Og'iz so'z, vazmin shoshmaganimsiz, buloqdek qaynab toshmaganimsiz. Ko'ngli yosh 18dan oshmaganimsiz. Go'zalsiz, lobarsiz, o'zimning opam. Ko'ngilga yaqinsiz, ohu ko'zligim, qilichdek shiddatli, keskin so'zligim. Qadri osmonimsiz, mehribonimsiz, go'zalsiz, mehribonim, o'zimning opam. Hech qachon ko'rmasin ko'zingiz namni, boshingiz ko'rmasin dardu alamni. Baxtini tilaysiz hatto bolamni, onamdek mehribonim, o'zimning opam. Ko'p ma'no topdim so'zlaringizdan, onamga o'xshagan yuzlaringizdan. O'zim aylanay qoshi ko'zlaringizdan, mehribon, mu'nisim, o'zimning opam. Jonimni qilay sizga poyondoz, ko'ylagi nimchasi bo'yningizga mos. Onamni ro'molin o'rang iltimos, poylari jannatim, mehribon opajonim deb chiroyli dilizxorlarini yakunlabdilar. Rahmat. Yashang. Umidaxon opa, kutganmidingiz? O'zingiz barchaga dilizxorlari yo'llaysiz, ularni xursand qilasiz, ezgulik ulashasiz, lekin aynan tavallud ayyomingizda bizdan qo'ng'iroq bo'lishini, yaqinlaringizdan dil satrlari borishini kutganmidingiz? Yo'q, kutmagandim. Nimalarni his qildingiz? Singlingiz bilan bog'liq qaysi xotiralar yodingizga keldi ko'proq?
shu menga ko'proq mehribonligi. Aha, demak, singlingiz sizga ko'proq mehribon, siz emas, shundaymi? Ha. Yashang Xadichaxon singlingiz hamda dadajoningiz Dilmurod aka, onajoningiz Shohidaxon opa, ukajoningiz Dilhayot va barcha oila a'zolaringiz nomidan yetib kelgan dil satrlari edi. Umidaxon opa, sizga shunday imkoniyat beramiz. Keling, dadajoningiz, onajoningiz uchun ham bugun quvonchli kun, umid ila kutilgan va Umidaxon qizi dunyoga kelgan kun. Keling, ularni ham tabriklab o'tsangiz. Rahmat aytaman. Meni shunday qilib tarbiyalab, shu darajaga yetkazganingizga uchun rahmat aytaman. Salomat bo'ling. Ko'zingizdagi namlik faxrdan, iftixordan, shunday ota-onani farzandi ekanligingizdan menimcha g'ururlanib ko'zlaringiz namlandi. Baxtimga doim sog' bo'lsin. Ilohim. Keling, shu fursatdan foydalanib aslida doimo siz hammaga ezgulik, go'zallik ulashasiz. Dilmurod akaga qaysi xislatlaringiz o'xshaydi? Shohidaxon opaga qaysi xislatlaringiz tortgan? Ular haqida ham aytib bera olasizmi? Bilmasamen. Go'zallik onajoningizdan o'tgan bo'lsa, menimcha mana shunday ta'sirchanlik, mehribonlik dadajoningizdan o'tgan bo'lsa kerak. Albatta ko'proq zehn, bilim dadalardan o'tsa, tashqi ko'rinish, go'zallik albatta onalarga tortadi. Va sizga go'zal kun tilab qolamiz. Yaqinlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Singiljoningiz baxtiga, qolaversa oila a'zolaringiz baxtiga ham salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat, ishlaringizni rivoj tilayman. Rahmat. Doim kulib yuring, sizga doim tabassum yarashadi. Rahmat. Salomat bo'ling. Ushbu go'zal tarona ham aynan siz uchun mehribon, qadrli, go'zal singlingiz tomonidan hadya qilindi. 26-yanvar sanasi yana bir marotaba muborak bo'lsin. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovun turar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasa quchoqlab ovun turar hammani. Jonim